Ko'rib turgan mashinangiz yarim pol avtomat 2,5 kilo, ya'ni o'zimizning tilda malyutka deyiladi. Nihoyatda ommabop, sababi bir paytning o'zida ikki xil rejimi bor: yuvish va siqish. Sizlarga hozir qisqacha u haqida ma'lumot va narxlarni video oxirida aytib o'taman. Ko'rib turibsiz, nihoyatda chiroyli dizayn bilan ishlangan. Asosiysi Artel brend tomonidan ishlab chiqarilgan sifatli va qopqoqlarini ko'rishingiz mumkin, qalin bo'ladi va ko'rib turibsiz, bu yerda hattoki svetlargacha, ya'ni chiroqlargacha bor va mana shu ushbu holatda siqish, ya'ni sushkasi, mana buni olib kelsangiz yuvish holatini qilib beradi va ko'rib turibsiz, vaqtlari ham yuvish sikli 10 minut, siqish sikli bo'lsa 3 minutgacha bo'ladi va ushbu plasmatimizga albatta Artel brend tomonidan 3 yil ofitsial garantiya beriladi va narxi keladigan bo'lsa, siz mijozlarimiz uchun narxini bor yo'g'i $49, 590 ming so'm qilib belgilaganmiz. Kimga zarar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlari mumkin. Biz sizlarga yetkazib beramiz va bu yana bitta informatsiya sizlar uchun, bu nihoyatda yengil hisoblanadi. Ya'ni 5,5 kilo bemalol u xonadan bu xonaga olib o'tib ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni opa-singillarimiz uchun ayni foyda. Va video obzorimiz yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lish tugmalarini bosishni unutmang, yaqinlarga jo'natib qo'ying.